Assalomu alaykum. Biz jurnalistlarga bir loyihamiz bir haftada bir maqola, ya'ni gender tengligi yo'l mavzusi ostida bo'lib o'tadi. Va biz loyiha yaratuvchilarimiz hozirgi globallashuv davrida gender tenglik masalasi jamiyatdagi asosiy tarafdor mavzulardan biri hisoblanadi. Ya'ni erkak va ayollarning teng huquqliligi va ular haqidagi noto'g'ri fikrlar jarayonimizda ko'p uchrab turadi. Va biz shularni inobatga olgan holda shu gender tengligi yo'l bir haftada bir maqola loyihasini tuzib chiqdik. Bizni loyihamizning asosiy maqsadlari to'rtta. Birinchisi, gender tengligi haqida yoshlar savodxonligini oshirish. İkincisi, har haftada genderga oid dolzarb mavzular ostida maqolalar yozish hamda erkak va ayolning jamiyatdagi o'rnini to'g'ri anglashni shakllantirish. To'rtinchisi, inson huquqlarini, adolat va tenglik qadriyatlarini targ'ib qilish. Bizning asosiy maqsadlarimiz hisoblanadi loyihaning. Loyihamizning vazifalari. Loyihamiz vazifalari birinchisi gender tenglikka oid maqolalar o'qish va tahlil qilish. Har haftada bir ishtirokchi guruh tomonidan maqola yozish. Keyingisi eng yaxshi maqolalarni maktab yoki tashkilot devor gazetlarida e'lon qilish. Gender stereotiplarga qarshi ijobiy fikrlar yozish. Keyingisi ijtimoiy tarmoqlarda bir haftada bir maqola hashtagi bilan postlar joylash. Keyingisi bu guruhimiz a'zolari jamoat sardori Jasmina, administrator Nigora, keyin reklama qiluvchi Gulira'na, ro'yxatga oluvchilar Dilafruz va Sevinch. Biz loyihamizni ishlash mexanizmi birinchi o'rinda maqola tanlaymiz. Haftada bir haftada bitta maqola tanlaymiz. Keyin unga xona tanlaymiz. Va e'lon tayyorlash hamda bilim va ko'nikmalarni oshirish. Har hafta mana shu qaytarilib davom etaveradi. Har hafta maqola tanlanadi, xona tanlanadi, e'lon tayyorlanadi va o'sha bo'yicha bilim va ko'nikmalar oshiriladi. Amalga oshirish bosqichlari biz loyihamizda birinchi bosqichi tayyorgarlik. Ya'ni tayyorgarlikda gender tenglik bo'yicha kirish ma'ruzasi yoki seminar o'tkaziladi. Keyingi bosqichda loyiha ishtirokchilari ro'yxatga olinadi. Keyin maqola yozish uchun mavzular taqsimlanadi. Namunaviy mavzular ayollar huquqlari, inson huquqlari, o'g'il bolalar tarbiyasida gender yondashuv, ish joylarida ayollar uchun teng imkoniyatlar va ta'limda gender tenglik. Faoliyat bosqichi har haftada bitta maqola yoziladi. Maqolalar 600 dan 1000 ta so'zdan iborat bo'lishi kerak. Ishtirokchilar o'z maqolalarini sinf, guruh yoki maktab darajasida taqdim etishadi. Eng yaxshi maqolalar tanlab olinadi va ko'paytirilib tanqid qilinadi. Keyin yakuniy bosqichda biz loyihaning yakuniy yig'ilishi bo'lib o'tadi va bu loyihaning yakuniy yig'ilishida eng yaxshi maqola, eng ijobiy g'oya va eng faol ishtirokchi nominatsiyalari bo'yicha taqdirlanadi. So'ngra maqolamiz kichik elektron PDF shaklida nashr qilinadi. Natijalar loyihamizdan natijalar juda katta. Birinchi o'rinda yoshlarning gender tengligi bo'yicha chuqurroq tushunchalarga ega bo'lishda, tahliliy fikrlash va yozma nutq ko'nikmalarini rivojlantirish hamda jamiyatda tenglik, hurmat va o'zaro hamkorlik munosabatlarini yaxshilash shaklini mustahkamlash. Keyingisi gender stereotiplarga qarshi ijobiy fikrlarni shakllantiradi. Bizning bu loyihamiz bo'yicha kichkinagina reklamachilarimiz bor. Ya'ni
birinchi bo'lib o'tar ekan. Loyihamiz birinchi bosqichda mana shu orqali tanishishlar mumkin. Birinchisi bu 6 dekabr soat 10:00 da hammalarni kutamiz. Bemalol loyihamiz haqida yana qachon bo'lishi, qaysi kunlar bo'lishi haqida shu e'lon orqali tanishib chiqishlar mumkin. Agar savollar bo'lsa, bemalol berishlar mumkin.